Viloyat axborot kutubxona markazida ijodkorlar va kitobxonlarni birlashtirgan adabiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda yurtimizning turli hududlarida qalam tebratayotgan bir guruh taniqli ijodkorlarning sara asarlari jamlangan "Biz jurnalistlar" nomli yangi kitobning taqdimoti o'tkazildi. Ushbu to'plamdan 1990-1996 yillarda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida tahsil olgan 60 ga yaqin soha fidoyilarining ijod namunalari o'rin olgan. Guliston shahrida o'tgan mazkur ijodiy muloqot va kitob taqdimoti haqida galdagi lavhada tanishasiz. Ijodkor uchun eng katta sovg'a yozgan asarlariga berilgan e'tirofdir. Respublikamizning turli hududlarida qalam tebratib kelayotgan ijod ahlining izlanishlari, hayot yo'llaridagi kechinmalari ifoda topgan asarlarni jamlagan kitob "Biz jurnalistlar" nomi bilan o'quvchilar qo'liga yetib keldi. Kitobda jam bo'lgan asarlar bugun kitobxonlarning ma'naviy dunyosini boyitib, yuqori e'tirofga asos bo'lmoqda. O'zbekiston Jurnalistlari uyushmasi Sirdaryo viloyati bo'limi tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirda kitobning chop etilish tarixi, bugungi avlod uchun ahamiyati haqida so'z bordi. Mazkur kitob nima uchun "Biz jurnalistlar" deb nomlangan? Sabab shundaki, 1990-1996 yillarda bir dargohda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida ilm olgan Olimjon O'sarov, Abdug'ani Abdurahmonov, Farhod O'rolov, Laylo Hayit va kabi 60 ga yaqin ijodkorning, jurnalistlarning asarlari jam bo'lgan mazkur kitobda. Men eng xursand qilgan narsa nima bo'ldi bilasizmi? Bu yoshlarni e'tibor berganligi, qalban hamfikr bo'lgan, o'zlariga qalbiga yaqin deb bilgan yoshlar ko'pligidan men juda xursand bo'ldim. Chunki bu yerda juda katta ma'naviy tarbiya, ma'naviy bir ibrat beradigan yaxshi gaplar bor. Qadrli fikrlar, maqolalar, she'rlar, hikoyalar, publitsistik asarlar jamlangan. Ikkita qizimizni, bizni saboqdoshlarimizni she'rlarini ichidan tanlab chiqib, alohida bir intonatsiya bilan o'qib berganligidan juda ham hayajonlanib ketdim. Kitob taqdimoti o'ziga xos adabiy anjuman tusini olgani ahamiyatli. Shu kuni mazkur kitobga kiritilgan asarlar tahlil etildi. She'rlar o'qilar ekan, o'zbekona samimiyat, mehr oqibat tuyg'ularini tarannum etgan satrlar yig'ilganlarni o'zgacha taassurotlarga oshno etdi. Kimdir menga lola uzatsa, yuragimga og'ir botadi. Biz jurnalistlar kitobining taqdimotiga qatnashar ekanmiz. Bu kitobning mualliflarining shaxsan o'zlari bugun tashrif buyurdi. Qisqa muddat ichida bu kitobni bir nechta hikoyalari bilan tanishib chiqdim va amin bo'ldimki, bu kitobning bir nechta hikoyalarining o'zigina mana shu butun kitobni o'qib chiqishimga undadi. Tadbirda nafaqat kitobning muhokamasi, balki hamma o'z ijodlarini tanishtirishi bu muhokama jarayoniga ham aylandi. Men uchun bir mahorat darsi bo'ldi. Publitsistik maqolalar, hikoyalar, she'rlarning yaxlit katta bir kitobga kiritilishi ham yosh ijodkorlarga qo'llanma bo'lmoqda, ham ijod ahlining o'zaro munosabatlarini yaratishda yangi ko'prik vazifasini o'taydi. Ijodkorlarning sirdaryoliklar bilan kechgan muloqoti unutilmas voqelik bo'ldi.